إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bugungi qarindoshlar, darsimizni davomlashtiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Unda bo'lsa qarindoshlar, biz o'tgan soatlik darslarimizda harflarningki tovushlarning chiqish o'rinlarini so'zladik. Shundaymi? Masalan, lam, mim, nun degan harflar qayerdan chiqadi? Asos mahrajlar, harflarning chiqish o'rinlari bilan tanishib chiqdik. Unda bo'lsa, hozirgi darsimizda biz harflarning sifatlari bilan tanishib chiqamiz. Sifat. Arab tilidagi harflarningki har bir harfningki 5 dan 6 dan sifatlari bo'ldi. Xuddi masalan har bir odamlarningki sifatlari bo'lgandek, masalan semiz, uruq, egiz, pakar deganga o'xshash bizning mana sifatlarimiz bo'ldi-ku, shunga o'xshash arab tilidagi harflarning mo sifatlari bo'ldi. O'ziga xos sifatlari bo'ldi. Bugun inshaalloh mushu sifatlar bilan tanishib chiqamiz. Harflarning sifatlari cho'ng jihatdan ikkiga bo'lindi. Harflarning sifatlari ikki xilga bo'lindi. Ya'ni ziddi bor sifatlar va ziddi yo'q sifatlar. Ya'ni qarama-qarshilik sifatlar va qarama-qarshisiz sifatlar degan. Ziddi bor sifat va ziddi yo'q sifat. Demak, sifatlar qanchaga bo'lindi ekan? Cho'ng jihatdan ikki. Birinchisi ziddi bor sifatlar, ikkinchisi ziddi yo'q sifatlar. Unda bo'lsa, biz ziddi bor sifatlar bilan tanishib chiqaylik boshda. Ziddi bor sifatlar mana tuvandikisi mana 10 sifat. Har birisininki o'zininki qarama-qarshi sifat bo'ladi. Masalan, birinchisi hams, ya'ni bu jarangsiz. Jarangsiz degan ma'noda jarangsiz sifat, jarangsiz degan sifat. Buningki qarshisi nima? Jarangsizninki qarama-qarshi ma'nosi jaranglik, ya'ni zid ma'nosi jaranglik. Mana shunga o'xshash. Hams, jahr, ya'ni jarangsiz va jaranglik. Unda bo'lsa, hams degan, ya'ni jarangsiz degan nima degan gap desanglar, jarangsiz deganimiz harflarni talaffuz qilgan chog'imizda o'pkidan kelgan nafasninki sirtqarta davomlashishi, ya'ni nafasning sirtqa eqib chiqishini ko'rsatadi. Ya'ni harflarni talaffuz qilgan chog'imizda nafasning sirtqa davomlashishi. Masalan, as, ash desak, biz nafas davomlashadi-ku. As, desak, shunda nafaslar uzilib qolmay davomlashadi-ku. Mana shundani biz, ya'ni shunda harflarni jarangsiz harflar deymiz. Uningki unda bo'lsa, buningki aksi bo'lgan jaranglik degan qanday sifat desanglar, talaffuz qilgan chog'imizda nafasninki davomlashmay, shu harfning maxrijida qapsilib, to'silib to'xtab qolishi jaranglik bo'ladi. Masalan, aj desak, men to'xtab qoldim, masalan, ab desak to'xtab qoldi. Ab nafas to'xtab qoldi-ku, harfning maxriji to'xtab qoldi. Mana shunga o'xshash, nafas davomlashmay to'xtab qoladigan bo'lsa, jaranglik harf deymiz. Nafas uzilib qolmay davomlashadigan bo'lsa, jarangsiz deymiz. Demak, bu yerda ham qarama-qarshi bo'lgan ikki sifat bilan biz tanishib chiqdik. Birinchisi jarangsiz, ya'ni birisi uni aksi bo'lgan jaranglik. Unda bo'lsa, oxirgisi ash-shidda deymiz, ya'ni bu qattiq. Qattiq sifatga ega harflar, qattiq. Buning aksi nima desanglar, yumshoq. Qattiq, yumshoq. Qattiq harflar, ya'ni yumshoq harflar. Unda bo'lsa, qattiq harflar deganimiz qanday sifat desanglar, bu harflarni talaffuz qilgan chog'imizda ovozninki harflarning maxrijida to'silib qolishini ko'rsatadi. Harflarni talaffuz qilgan chog'imizda ovozninki davomlashmay harfning maxriji to'silib qolishi. Masalan, at, ak, desak, masalan qofni misol olsak, aq
desak, ming kutsaqmi biz ovoz chiqmaydi qattiq. Aq to'slab qoldi. Qofning maxrijida ovoz to'slab qolib, qattiq davomlashmaydi. Mana bu shunday sifatga ega harflarni biz nima deymiz? Hurufi shidda, ya'ni qattiq sifat deymiz. Qattiq sifatga ega harflar deymiz. Buningki aksi ma'nosi nima? Qattiqning yumshoq, ya'ni yumshoq sifatga ega harflar. Buningda qanday bo'ldi desanglar, bayatim qilinki dal aksi. Ya'ni ovoz davomlashadi. Masalan, as desak ovoz davomlashyapti. Av desak ovoz davomlashdi. Al as desak, ya'ni ovoz uzilib qolmay, to'xtab qolmay davomlashdi. Shundaymi? Mana shuni o'xshash harflarni biz yumshoq sifatga ega harflar deymiz. Ya'ni birisi qattiq, ya'ni ovoz to'slab qoladigan, ya'ni birisi yumshoq. Ovoz to'slab qolmay davomlashadigan. Demak, bu yerda biz birinchisida mana jaranglik, jarangsiz harflarda biz nafas jihatini elib aytdik. Shundaymi? Nafasning davomlashishi va davomlashmay to'xtab qolishini asosan biz jarangsiz va jaranglik dedik. Unda bo'lsa mana ikkinchisi qattiq va yumshoq deganda ovoz. Nafas ayrim, ovoz ayrim bo'ladi. Ovozning davomlashishi va ovozning to'xtab qolishi. Mana shuning asosan qattiq va yumshoq deymiz. Unda bo'lsa yana ba'zi harflar bor. Bu harflarda ovoz bakmo mengib ketmaydi, bakmo davomlashib ketmaydi va bakmo to'xtab qolmaydi. Bu harflarni biz ara harflar deymiz, ya'ni o'tirhal. O'tirar harflar deymiz. Masalan, a, ayn, masalan lam, al, mim, masalan am desak, bu biroq to'xtab qolmaydi. Am deb to'xtab qolmaydi. Am azroq davomlashdi. Uzun mangmaydi. Demak, shu qattiq harflar bilan yumshoq harfning o'ttirisida bo'ladi. Shunga buni ara harflar yoki bo'lmasa o'tirar harflar deymiz. Ayn, masalan a, al. Buni uzun davomlashtirib etsak, harflarningki asli nimasiga ta'sir etadi masalan. Masalan a deb bu harflar buzilib ketsa, bunda harflar nihoyatda sat, qo'pol chiqadi. Bu harflarningki asli nimasi buzilib ketadi. Demak, biz ikkinchi qatimda qattiq sifatlar va yumshoq sifat bilan tanishdik. Ikkisining o'ttirishdagi qaysi? Ara sifat, ya'ni ara. Ya'ni o'tirahal degan ma'nosidagi. Uchinchisi qaranglar. Ko'tarangi harflar va tuvan harflar. Ko'tarangi. Mana ma'nosi ham chiqib turadi, hamda ko'tarangi. Ya'ni biz buni qaylan harflar, inchki harflar desak bo'ladi. Ko'tarangi deganimiz nima ishqi ko'tarangi deb atalgan desanglar, buningda o'pkidan kelgan nafas, ya'ni sada, o'pkidan kelgan sada yuqori qarta bo'ladi. Ya'ni shu og'zimizdan gelimizdan chiqib yuqori qarta. Yuqori shu ustingi tomg'oqqa besim qiladi. Ustingi tomg'oq. Ustiga bo'lganlik uchun bu ko'tarangi deb atalgan. Masalan, qa desak, qa ustingi tomg'oqqa sada ustiga yuqori qarta bo'lgan bo'lsa, buni ko'tarangi deymiz. Hamda yana birga buningda tilimizmi, tilimizning oqisimi yuqoriga qator ko'tarildi hamda. Bu harflarda, ko'tarangi harflarda, masalan, tilimizning oqisi yuqori qator shu yuqori tomg'oqqa chaplashadi. Masalan, qa, xa, ta desak, tilimizmi ko'tarildi, nafasmi yuqori qarta bo'ldi. Mana shunday bo'lsa, bu ko'tarangi degan sifat bo'ldi. Ko'tarangi harflari biz shu ugunib o'tib ketgan cho'ng o'qilgan harflar xa, sod, bod, g'ayn, to, qof, va deganga o'xshash harflar ko'tarangi degan sifatga ega harflar bo'ldi. Unda bo'lsa tuvan. Tuvan sifatga ega harflar qaysi desanglar, masalan na, ma desak, malun desak, ma desak, bu harfni talaffuz qilgan chog'imizda tilimizning shakli normal holat bo'ladi. Ya'ni oqisi va o'tirisi yuqori ko'tarilmaydi. Bunday shaklda bo'lmaydi, tub-tuz shaklda. Tuz shaklda bo'lg'achqa buni tuvan deymiz. Tuvan sifatga ega deymiz. Masalan, tilimizning holati tuvanga tushib,
asli 6 bo'yicha turdi. Ko'tarangi harflar desanglar tilimizning o'tirisi va oqisi yuqori ko'tarilgachga ko'tarangi deymiz. Ma'riflarda tilimizning holati qanday bo'lsa normal, mana tub-tuz. Asli holati bo'yicha bo'ladi. Shu ko'tarangi harflardan boshqa harflar tuvan sifatga ega harflar bo'ladi. Masalan nun, mim, masalan narun, malun deganga o'xshash degandiki mim, nun va lam degandagi harflar tuvan sifatga ega harflar bo'ladi. To'rtinchisi itboq, ya'ni yepiq. Yepiq sifatga ega harflar, buning aksi uchuq sifatga ega harflar. Yepiq degan nimani bildiradi desanglar, o'sha talaffuz qilgan chog'imizda tilimizningki usti tarafi bilan shu ustinki tomg'oqninki yepilish va uchiq turish, echilish va yepilishga qaratilgan bu sifatlar. Masalan, ba'zi harflarni talaffuz qilgan chog'imizda tilimizningki mana mush ust tarafi bilan ustinki tomg'oq o'tirisida biroqlab itilib ketgan bo'lsa, o'sha orliq qolmay itilgan bo'lsa, bu yepiq sifatga ega bo'ladi. Masalan, at deb ta'ni misol olsak, at deb talaffuz qilsak, tilimizning ko'p qismi ustinki tomg'oqqa chaplashadi, bu o'rin etib oladi. Ko'p qismi shunga bani yepiq deymiz. Yepiq sifatga ega bo'ladi. At masalan buningga sod, dod, to, va degan harflar o'sha yepiq sifatga ega bo'ladi. Undan so'ng buning qarshisi, ya'ni zid sifati qaysi bo'ladi? Uchuq. Bu uchuq harflarni talaffuz qilgan chog'imizda tilimiz bilan ustinki tomg'oq o'tirisida orliq bo'ladi. Demak, o'shada bir o'sha uchuq bo'ladi. Shunga bu uchuq sifatga ega deymiz. Boshqa harflarda masalan xo desak, bu xon talaffuz qilgan chog'imizda tilimizning oqisi yuqori ko'tarildi, ammo boshqa taraf o'tirsa va uch tarafi ko'pincha qismi tuvanda bo'ladi. Shunga bu xomi o'zi qalin harf, ya'ni qanday harf, mana bu yerda dedik-ku, biz ko'tarangi harf bo'lsa-mu, bu uchuq sifatga ega bo'ladi. Chunki tilningki ko'p qismi tuvanda bo'ladi. Xon talaffuz qilgan chog'imizda tilimiz bilan ustinki tomg'oq o'tirisida orliq bo'ladi. Tushundingizmi? Unda bo'lsa izlaq, ismat, ya'ni ravon harflar va ig'ra harflar. Ravon. Hamda bu ravon harflar fa, masalan, misol olsak, fa, lam, bu asosliqi tilimizning uchidan chiqadigan harflar. Masalan, nun, lam, ro deganga o'xshash harflarni ko'rsatadi. Yoki bo'lmasa og'zimizning uchidan chiqadigan harflar, masalan, fa deganga o'xshash, fa, mim deganga o'xshash og'zimizdan va tilimizning uchidan chiqqan harflarni biz ravon harflar deymiz. Ismat harflar degan buning aksi ig'ra harflar. Boshqa harflar, masalan, sin, qof deganga o'xshash boshqa harflar ig'ra harflar bo'ldi. Bu ravon va ig'ir degan bu ikki sifat bizniki tajvid darsimiz bilan aloqasi yo'q. Shunga bu jihatda jiq to'xtalmaymiz. Unda bo'lsa biz zidliq sifat va zidsiz sifat deb bo'ldik. Shundan zidliq sifatlarni tunishtirib bo'ldik. Unda bo'lsa biz zid yo'q, ya'ni qarama-qarshi yo'q, zidsiz sifatlarni tunishtiramiz. Zid yo'q sifatlar bu 7. Isqirtma, tavranma, siliq, burilma, yandırma, çaçma ve suzulma. Bu 7 sifat qarama-qarshi yo'q sifat. Qarama-qarshi yo'q sifat kitobi. Unda bo'lsa, bularning har birisi bilan biz tafsiliy tanishamiz. Isqirtma harflari qaysi, tavrangu, ya'ni tavrat harflari qaysi, yumshoq harflar qaysi, buni biz tafsiliy tanib chiqamiz. Nima shunda deb atalgan? Unda bo'lsa, isqirtma harflari, buni biz arabchada safir deymiz. Safir. Isqirtma harflari qaysi? Bu 3 harf. Sad, za, sin. Z,
sin, sod. Mush 3 harf isqirtma harfliga tava bo'ladi. Ya'ni isqirtma degan sifatga ega. Nima ish qilsanglar, chunki bu harflarni talaffuz qilgan chog'imizda xuddi bir qushlar sayragandek bir isqirtgandek bir ovoz chiqadi. Masalan, as desak, nayta bir isqirtgandek bir ovoz chiqadi-ku. Mushunda sifatga ega harflarni biz isqirtma harflari deymiz. Bu harflar 3 sod, za, sin. Sod, za, sin. Bu isqirtma harflari. Yani birisi tavrangu, yani tavratma harflari. Tavranma harflari. Bu harflar 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Bu harflar nima deb atalgan, shunday deb atalgan desanlar, bu harflarni talaffuz qilgan chog'imizda shu harflarning maxriji tavrinadi. Maxrij tavrinadi. Masalan, qaf, qaf tilimizning oxiridan chiqadi-ku. Qaf, masalan, qaf talaffuz qilsak, aqqa, aqqa, aqqa desak, qaf nereden chiqqan bo'lsa, shu yerda bir tavrinash hosil bo'lag'liq o'sha yerda. Aqqa, aqqa, ad, 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 ab deb maxrij harflarninki chiqish o'rni bir tavrinib, xuddi bir aksada yongandek bo'ladi. Shu bu harflarni biz tavranma harflar deymiz. Ya'ni tavranma harflar degan, tavranma degan nima degan bilsanglar, mush harflarni talaffuz qilgan chog'da maxrij tavriladi. Ya'ni bir aşağıda bir tavrinish hosil bo'ladi. Shunga bu tavranma harflari deb ataladi. Bunun keyingisi yumshoq harflar, ya'ni lin harflari, yumshoq. Bu harflarni nima uchun yumshoq desanglar, bu harflarni talaffuz qilgan chog'da nihoyatda yengil talaffuz qilamiz. Bu harflarni talaffuz qilish nihoyatda yengil, ya'ni elastiklik va yumshoq, oson talaffuz qilamiz. Shuning uchun bu harflarni biz yumshoq deymiz, yumshoq harflar. Yumshoq harflar. Bu harflar vav bilan ya. Vav bilan ya sakinlik bo'lib, oldi zabarlik kelsa lin harfi bo'ladi. Masalan, ayna desak, ayna ya mishada sakinlik keldimi? Shundaymi? Ya harakatsiz keldi. Oldida kelib hamza zabarlik keldi. Ay demak mishada yan talaffuz qilgan chaqda nihoyat yengil bo'ldi. Ay yenik. Ay ev xavfun xavf xavfin lawhin law müşahede vav yumshoq harf bo'ladi. Demak, yumshoq harfni qaysi? Vav bilan ya. Vav bilan ya yuzi sakinlab oldi. Zabar bo'lsa yumshoq harf bo'ladi. Unda bo'lsa oxiridagisi sifat burilish harflari. Ya'ni burilish degan sifat. Qiyish, burilish, qiyish. Bu inhiraf, arabcha inhiraf deymiz. Nima uchun bunda atalgan desanglar? Chunki bu harflarni talaffuz qilgan chog'imizda tilninki qayrilishi tufaylidan ahang eg'ib ketadi. Ahang buriladi. Ya'ni bu harflarni talaffuz qilgan chog'ida ahang bir eg'ish, til u ham bu yoqqa eg'ib ahangda burilish paydo bo'ladi. Bu harflar 2. Ro, lam. Ro, lam, al, er, el. Demek bu harflar qiyish harflari, ya'ni burilish harflari deymiz. Inhiraf degan shu. Unda bo'lsa, keyingisi takror. Takror degan sifatga ega faqat bir lam harfi. U bo'lsa-mu ro, takror. Nima uchun takror deb talaffuz qilgan desanglar, atalgan desanglar? Chunki bu harflarni talaffuz qilgan chaqda til uchi tavrini titrab takrorlandi. Ya'ni masalan shunga shunday deb atalgan takror. Takror degan sifatga ega faqat ro lamma, ro. Ammo bu ro'ni talaffuz qilgan chaqda bir qitim tavritimiz tilni, bir qitim deb ko'p qitim tilimizni o'shan tavritib ko'p qitim takrorlayversak, bu harfninki to'g'riliq xato etadi.
Şuna deb talaffuz qilsa xato bo'ldi. Qur'anun Ar-Rahim deymiz. Ar-Rahim deb ko'p qatim takrorlatib etsak xato bo'ldi. Harfning to'g'riligiga ta'sir etadi. Demak, bu takror degan sifat bu sifatga ega faqat bir harf, u bo'lsa ra. Keyingisi at-tafashshi. Uning ma'nosi chachma. Yani chachma sifatga ega harflar, bunga o'xshash bir harf, u bo'lsa shin. Bu nimishqa chachma deb atildi desanglar, bu harf bilan talaffuz qilgan chaqimizda o'pkidan kelgan, ya'ni ichimizdan kelgan nafas, ya'ni havo iqimi chechilib chiqadi, chechilib, sirtqa chiqqandan keyin mana yeyilib ash deb shunday talaffuz qilingach, shuni buni biz tafashshi, ya'ni chachma deb ataymiz. Buning harfi faqatla bir, shin. Unda bo'lsa oxiridagi sifat so'zilma. Buning harfi faqat bir harf. Bod. Nimishqa so'zilma deb atildi desanglar, bu harf bilan bu bod harfini talaffuz qilgan chaqimizda til yeni va tilning uchi so'ziladi, bir harakatlantirdi, oldiga so'ziladi. Oldiga harakatlantirdi. Shunga bir til oldiga so'ziladigan, ya'ni til harakatlantirgan harf bo'lg'achqa buni biz so'zilma harf deymiz. Masalan, desak, tilimizning uchi oldiga bir harakatlantirdi. Shunday bo'lg'achqa biz buni nima so'zilma harf dedik. Demak, zid yo'q sifatlar 7. Biz yuqorida bularning har birisi bilan tanishib chiqdik. Eng oxirida bir yig'inchoq qilib etsak, harflarning sifatlari qarama-qarshilik sifatlar va qarama-qarshisiz sifatlar. Yoki bo'lmasa zidlik sifat va zidsiz sifat deb ikki cho'ng turga ayirdik. Zidlik sifatlar qancha bo'ldi? 10. Ya'ni bu 10 her birisiningki qarama-qarshi nimasi bo'ladi. Masalan, 5 dan. Zidsiz, ya'ni zid yo'q sifatlar bu 7. Shuning bilan 17 sifat bo'ldi. 17 sifat bilan tanishib chiqdik. Qarindoshlar, unda bo'lsa darsimiz tamom bo'ldi. Alloh xolisa keyingi darsimizda ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.